Assalomu alaykum, Jamshid aka, yaxshimisiz? Tinchlikmi turibsiz aka? Aka, mana pomidorlarimiz aka. Holatlari. Bo'ylari aka, bo'ylari chiqdi. Mana gullar aka. Ichidagi to'xtatdik. Shu holatda tushdi. Birinchi gullarni baklarini olasa endi olaman. Mana. Ashana kichkina qo'lyapti. Shu holatdagi stresslar yo'q, tanalar oqadi, tekta o'rnoqlari bor. Juda nima ko'rganimiz yo'q. Tepadagi gullar. Bunaqa nimjom qolyapti, tektasi. Holatlari mevani aka. To'g'risi Jamshidga oxirida shunday suvdan qamtardim ozgina. Mana qizargisi kelib qolibdi ularni. Qizaryapti ham. Mana chekka taraf aka. Mana mevalar aka. Qurtlarga sepdik. Har chekka taraf zo'r. Sal yozilyapti baklari. Baklar sal yozilib qolibdi. Ya biling yo'qmi? Mana Jamshidga qizarish kelib qolibdi. Bugun bakini olamiz aka, maksimum botirib. Haligi nimalar to'xtadi aka. Marganes yetishmovchiligi kvadresdan keyin. Kvadres sepdim. To'g'risi. Mana Jamshidga bu taraflar ham aka. Endi mana shu 47 ga qaraganda 37 jinda farq bor ekan aka. 47 zo'r ekan, eng zo'ri. Bular aka. Xudo xolasa. Holatlari yaxshi. Tekda mana bunaqalar bor ekan, nimjonlar. Rivojlanmay qolganlar mana. Tekda. Galopkalar to'xtatdik aka. Xohlasa. Hozir sizga nimani oxiri bitta bergan ozuqamni, taydan bergan ozuqamni tashlab yuboraman. Shunga qarab yana yozib bersangiz aka.